shahar sirtidagi o'rmonliq. Oldingi qismda Xaybov atritidagilar bilan cho'chov ikki taraf mushukchoq bilan yo'g'on eg'izni musobaqalashtirib, ularning savirchanligini sinagan edi. Qoladigan bo'ldi, sizlar turg'uninglarga tan beringlar. Sevimlik bilak konservasi. Seni pek mi sevdim? Seni ahri yerlaydigan bo'ldim. Men hozir birinchi qaytimliq musobaqada Xaybov atritining g'alaba qilganligini jakarlayman. Biz yengdikmi? Shundoqda qildi. Bu beliq konservasi faqat men yasab chiqqan xiyoliy narsa. Maqsadim sizlarning sabrchanliginglarni sinash edi. Mening bilak konservarim yo'qolib ketdi. Bek yaxshi bo'ldi. Meshikchoq, yaraysan. Kalla saram, sen yine benim işimle buzdun. Ikkinchi qaytimliq musobaqada gumpisinildi. Har ikki tarafdan birdan mahir musobaqaga tushdi. Jambozlik sahnasidan avval tushib ketgan taraf uturgan bo'ldi. Bundak musobaqalash men uchun hech qancha gap emas. Bu qitim men cho'qim sizlarni yer bilan yakson qiraman. Oldirib xush bo'lib ketma. Ems qani ko'ramiz. Sizlar cho'qim nayt ishonishli putur sizlar. Bali o'zgar. Nihoyat shu zaharlik zamburug'kan-ku. Men texi qaysi bir qaltis qahramonkin debdiman. Bu qitimqi musobaqaga men o'zim tushaman. Dinozavrchoq, sen bormag'in. Zaharlik zamburug'ni uysizlantirishga hozir ben kuchlikkan. Dinozavrchoq, agar cho'chochidan qilsa, sen bizni qo'g'dimisan bo'lmaydi. Ay, anisi bo'pti. Qo'rqdinglarmi? Men sizlarning qo'rqinchoq ekanliginglarni berdim. Yo'g'anigiz, aka. Başla. Nimene kelime? Bu kalva elektromagnetik ilg'orlashtirish tapanchasi deyman. Kepiye, bizni eng qaltis do'stimizdan birini yordamga chaqiraylik. Yaxshi gap, eng qaltisi. Eng qaltisi dal va. Xislatlik bo'lgan. Tez bu yoqqa chiq. Xislatlik bo'lgan. Bu qaytimliq musobaqada biz songliq qarashliq. Pits. Zaharlik zamburug' qattiq so'qish texnikang bilan uni so'qib tushirib. Hey, kalla zamburug', o senin kaynında. Zaharlik zamburug' rangli kuchsizlantirish kezini qo'yib be. Xislatlik bo'lgan. Tezdan xushbo'y bo'yish qilish kezini qo'yib ba. Ko'pchilik o'zinglarni chetkilinglar. Voy, xislatlik bo'lgan bilan zaharlik zamburug' bir-birining kezida o'shidan ketdi. Endi qanday qilamiz? O'lgir zaharlik zamburug' tez o'rnidan tur deyman. O'rnidan tur. Başla, bunda kılaylı. Xislatlik bo'lgan. Diqqat qil. Oy. Bexatar tushdi. Xislatlik bo'lgan sana bir ish bo'lmaganda. Shuni jakarlaymanki, ikkinchi qaytimliq musobaqada cho'choq yaxshi.
qo'rqinchlikan. Bu qitimliq musobaqada osmi ko'rikdan o'tsizlar. Har ikki taraf birdan mohirni qatnashtirsilar. Qarshi tarafga eng avval borgan taraf g'alaba qiladi. Eng oxirgi musobaqada biz cho'qim yengishimiz kerak. Bali o'zgar. Qarmoz maymuni bir nafas bilan qarshi tarafga o't. Rostla o'tkili bo'ladimi? Biz kimni qatnashtirsak bo'lar? Men qatnashar. Ko'pchilik uchun bosma, men cho'qim tirishimman. Qaybo, g'ayrat qil. Men seni qo'llayman. G'ayrat qil. Musobaqa boshlandi. Qaybo, tez oldinga qarabma. Lekin pesklarning hammasi hujumchi qurtlar ekan. Men qo'rqyapman. Chataq bo'ldi. Qaybo hujumchi qurtlardan qo'rqib etibdi. Qaybo, peskga qarama. Oldinga qarab mansangmi bo'ladi? Qaybo, bu tol ishimi? Bo'lmaydi. Men o'tamugidekman. Qaybo, g'ayrat qil. Qaybo, sen bekle qol tez. Qarmoz maymuni, qarmoz tayoqsi bilan tez ona to'sib ol, tez bo'l. Uy. Qaybo, sen nemishqa to'xtab qolasan? Men qarashga bo'lib ketmayapti, men boshla. Qo'rqma, men seni tortib olay. Nima degan ta'sirli, pek ta'sirlandim. Qaybo! Qarmoz maymuni yaxshi qilding. Bu uning yaxshi qilganimi? Yo'g'on eg'iz biz yengdik. Shuni jakarlaymanki, bu qitimliq musobaqada Xaybov atirtirkilar yangdi. Bu nima uchun? Endi biz yengdik-ku. Xaybov halqiliq paytda qalbidan voz kechib, Qarmoz maymuni qutqizdi. Qarmoz maymuni uningga rahmat etmoqchi yo'q. Fursatdan foydalanib g'alaba qilmoqchi bo'ldi. Shunga bu qitimliq musobaqadagi haqiqiy g'alaba qiluvchi dal Xaybov. Shuni jakarlaymanki, Xaybov atirtirkilar bu yerdan ayrilsa bo'ladi. Sizlar ketishdan burun men sizlarga mukofot taqatmoqchi bo'lyaptim. Yana texi mukofotlaydi ekan. Qandoq yaxshi mehlar bordi. Eng yaxshi savrchanlik mukofotiga erishgini Mushukcha. Eng botir mukofotiga erishgini Xislat Bulg'ur. Eng fazilat mukofotiga erishgini Xaybov. Mening pekli mukofot ag'im bor edi. Buningdan boshqa men yo'g'on eg'izga bir sharaflik nom bermoqchi. Yo'g'on eg'izga darajadan tashqari yeyishlik qo'sh degan nom berildi. Darajadan tashqari yeyishlik qo'sh. Men pekli ta'sirlanib ketyapman. Tug'ilib mushukchilik bo'g'icha. Men teqa tunjiqdim shunda. Hozir muhofizatchilar Xaybov atirtidikilarni o'rnidan chiqarib qo'ydi. Endi biz qanday qilamiz? Sizlar musobaqada uturgan ekansizlar. Endi menga bu yerda qilib, menga hamroh bo'lib o'ynash bersizlar.
yo'q. Tezroq mangayli. Biz yana davomliq ziyrakchaqlarning qimmatli kitobini izlashimiz kerak. La la